Diqqat, savolni o'qib eshittiraman. Quyidagi berilgan ma'lumotlardan foydalanib, hajmi 11,2 litr keladiganini aniqlang deyilgan. Demak, javoblarga qarasak, barchasida 1 bor, 1 ko'rish shart emas. 2 ga qaraymiz, 2 ikkita javobda bor ekan. Hop, 3,01 10 + 23 ta neon deyapti. Demak, bu sonimiz Avogadro doimiysi bo'yicha 6,02 10 + 23 degan saqlasa, bu 22,4 litr hajmni egallardi. Bizda esa 3,01, demak 0,5 mol. Bu degani 11,2 litr hajmni egallaydi degani. Demak 1 kiryapti, 2 kiryapti, 3. 0,5 mol bu ham kiradi, chunki mana 11,2 litr hajmimiz 0,5 mol bo'ladi. 3 ta olamiz, 4. To'rtinchisi 1,5 uglerod atomi saqlagan pentan yo'q. Bu yerda 15,05 ni 6,02 10 + 23 ga bo'lsak 2,5 chiqadi. To'g'ri bor javoblar chiqib ketadi. O'zi to'g'ri yo'q ekan. 5-inchisi 1 gram vodorod deyapti. 5 kiradi. Lekin bitta narsa, oltin yurt olti oksidi bu gaz emas. Gaz emas. Shuning uchun 3 bor javob ham chiqib ketsa, to'g'ri javob 1, 2, 5. A javob.